Sekin-asta jamoalar maydonga chiqib kelishmoqda. Bugungi bellashuvda mezbonlar Nasaf futbolchilari ko'k rangli libosda harakat qilishadi. Mehmon Lokomotiv futbolchilari esa oq rangli libosda. Muxlislarga umid qilyapmizki, yaxshi va mazmunli futbol va'da qilishyapti. Lokomotiv mehnash imkoniyatini yaratib bergandi. Ayni paytda Nasaf futbolchilari ham o'zlarining ilk titullarini qo'lga kiritish yo'lida endi boshlandi. Juda ko'plab futbol muxlislariga sir emas. Yarim finalga odatdagidek o'sha 4 ta jamoa yetib kelyapti. Kelishuvga ko'ra bellashuvni mezbonlar boshlab beradigan bo'lishi. Demak, Azamat Allaniyazov hamda Ilhom Shomurodovlar demak o'yinni boshlab berdi Hasan Ro'ziyev. Biz sekin-asta hozir jamoalar o'yinga kirishib olganliklaridan so'ng tarkibni tanishtirishni boshlaymiz mehmonlardan. Ikkisini hozir kuzatamiz. To'p ikkinchi bor jarima maydonchasi ichida va darvozabon 10-daqiqada Faruq Sayfiyev hisobni ochgandi va qolgan daqiqalarda Lokomotiv hisobni tenglashtira olmagan. Artur Gevarkan to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beryapti va qiyinchilik Ivan Nagayevga qarshi Faruq Sayfiyevning o'zi qoldi. Qarshi hujumga qarshi chora. To'p yetkazib berildi, zarba ham berildi darvozaga. Islom To'xtaxo'jayev. To'xtaxo'jayevning to'p oshirishi xato bo'ldi. Mana endi Nasaf futbolchilarida yaxshi imkoniyat bor. Shomurodov darvozabonni aldab o'tdi. Biroz sekinroq harakat qildi hozir. To'p yetkazib berildi. Gol! Nasaf futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishmoqda. Azamat Allaniyazov hamda Shomurodov. Dastlabki vaziyatda Shomurodov birozgina sekinroq harakat qilgandek ko'ringandi, ammo ikkinchi vaziyatda ochiq qolayotgan sherigini ko'ra bildi va hisob bu safar ham Nasaf futbolchilari tomonidan ochilmoqda. Vadim Abramov tezkor golga qarshi chora qo'llashga urinib ko'rdi. Tarix takrorlanmoqda. Takroriy vaziyatga e'tiborimizni qaratamiz. Shomurodov darvozabonni aldab o'tdi. O'zi zarba berishi mumkin edi, ammo buni istamadi. O'zidan ham qulayroq vaziyatda turgan Azamat Allaniyazovni to'p bilan ta'minladi va ajoyib gol. Nasaf futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishdi. Vadim Abramovni ham o'z joyidan qo'zg'alishga unday oldi qanot hakami Ikrom Aliboyev to'p uchun kurashda yaxshi harakat qildi. To'pkandalik yuzaga kelgandi. Takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. Ikrom Aliboyev to'pni to'xtatib oldi, darvozaning ochiq nuqtasini ko'rib zarba yo'lladi. Buni biz hozir ko'ramiz. Erkinboy Dullayev to'p jarima maydonchasi ichida, ikkinchi qavatdagi ustunlik Ma'mur Ikromovning seyfi. Ajoyib vaziyat hozir. Noqulay edi zarba berish uchun. Takroriy lavha bizga namoyish etilmoqda. Erkinboy Dullayev sherigini aniq ko'ra bildi va to'pni aniq yetkazib berdi. Zarba ham ko'ngildagidek chiqdi, sal qolsa Ma'mur Ikromovning bo'yidan tushishi mumkin edi darvozabon. Yaxshi harakat qildi hozir Maqsud Karimov. Artur Gevarkan, Allaniyazov, Gadoyev, Gevarkanda yana to'p. Juda yaxshi zarba berish mumkin. Agar hozir Shohrux Gadoyevning o'ng oyog'i yaxshi ishlaganda, aytarli vaziyat yarata olishayotgani yo'q. Mehmonlar Gevarkan, Nasaf hozir yana tezlikni oshiryapti. Allaniyazov. Juda yaxshi hozir. O'yindan tashqari holat yo'q. Darvozaga zarba beriladimi? Zarba berildi. 2-0. Shohrux Gadoyev. Lokomotiv futbolchilari uni bo'sh qoldirishi bu safar va Shohrux Gadoyev ikkinchi yaxshi imkoniyatidayoq raqibini jazolayapti. 2-0. Bunday startni juda ko'pchilik futbol muxlislari kutishmagandi. Albatta, Nasafdan g'alaba kutganlar soni yetarlicha, ammo ketma-ket ikkita gol urilishi hozir qarshilik futbol muxlislariga bayram kayfiyatini ulashayotgani rost. Mana takroriy lavha. Shohrux Gadoyev qanotini almashtirdi Artur Gevarkan bilan. Bu bilan har ikki futbolchi ham o'zlarini qo'riqlashlari kerak bo'lgan raqibni chalg'ita olishdi. Islom To'xtaxo'jayev chalg'ib qoldi va raqibini bo'sh qoldi. Nasib qilish mumkin, albatta oldinda javob o'yini bor. Hozirgi bellashuvda ham vaziyatdan bemalol chiqib ketish mumkin, ammo Xoliqov oldin ochilayotgan Nagayevni ko'ra bildi. Hozir Sayfiyev kutilmaganda xatoga yo'l qo'ydi. Nagayev zarba ham yo'llay oldi. Hozir mezbon futbolchilar juda yaxshi. Hozir zarba berish uchun ham to'pni oshirish uchun ham imkoniyat bor. To'p jarima maydonchasi ichida. Otildi. Kapadze. Abduxoliqov to'pni saqlab qoldi. Hasan Ro'ziyevning fikriga ko'ra o'yin qoidasini buzgan qo'li bilan va sariq kartochka beriladi. Lokomotiv qizil kartochka. Mana sizga kutilmagan holat. Mana sizga Hasan Ro'ziyev. Demak, uchrashuvning birinchi bo'limi yakunlanganligini e'lon qilmoqda mazkur deya baholashdi va shu tariqa Hasan Ro'ziyev ikkinchi bo'limni boshladi. Mana endi yanada qiziqarli 45 daqiqa bizni kutib turganiga ishonishimiz mumkin. Ekraningizning o'ng tomonida harakat qilayotgan oq rangli Xo'sh, Lutfulla To'rayev to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazdi birinchi bo'limda. Mualliflari
Ularda albatta dubl qayd etish uchun ham imkoniyat bor. O'yindan tashqari holati yo'q. Hozir Shomurodov oldinga o'tishga urinib ko'rdi. To'p orqaroqqa aynan Shoahmedovga yetkazildi. Xo'sh, darvozaga zarba yo'llanadimi? Shunday bo'lyapti. Xavfli zarba. Suyunov hozir. Nasaf. Mana oldinga o'tish borasida baribir ustunlik mezbonlar tomonidan. Zarba berishi mumkin darvozaga. Zarba ham yo'llandi. To'p darvoza to'siniga tegyapti. Hisob yirik ko'rinishga kelib qolishi mumkin edi hozir. Juda ustalik bilan o'tib ketdi ikki nafar raqibidan. Hamrobekov. Zarba berish imkoniyati bor. To'p to'xtatib olindi. Zarba ham yo'llandi. To'p futbolchining qo'liga tekkan edi. Bu yerda penalti yo'q. Masofa juda yaqin edi. Shot Rahmatullayev darvozaga zarba yo'lladi. Juda yaxshi. Mezbonlar posboni Eldorbek Suyunov to'pni qiyinchilik bilan Vadim Abramov. Lokomotiv esa oxirigacha kurashyapti. Yaxshi bu holat. Xavfli vaziyat juda ham hozir. Islom To'xtaxo'jayevning zarbasiga e'tibor bering. Eldor Suyunov. To'g'risini aytaman, gol deb o'ylagandim hozirgi holatni. Eldor Suyunov 3-seyfi bilan Nasafni goldan qutqarib qolyapti. Hozirgina aytib o'tayotgandim, konsentratsiyani yo'qotish kerak emas deb va o'z foydalariga hal qilishdi. Mana takroriy zarbaga e'tibor bering. Islom To'xtaxo'jayev uchrashuvning so'nggi soniyalarida mana shunday zarba yo'lladi. Keyingi futbolchi esa